Kutib qolmadingmi o'rta? To'g'ri rakatli namoz o'qiyman deb yarim soat qolib ketding. Mana anta odam kutyapti o'rta, namicha qolib ketding. O'rtoq, hali hammasiga ulguramiz. Boshlamoqchi bo'lgan ishingni Allohdan so'rab duo qilib chiqdim. Xudo xolisa, hozir do'konni zo'rini olamiz. Yur ketdi. Menga domlalik qilma. Shundoq ham kechiga olib ketdi. Tushundim o'rtoq sani. Yur ketdi. Yur opa. Aytilgan vaqtdan ozgina kech qoldinglar. Sherigim baraka qilib qo'yibdi joyi. Nasib ekan, endi ukam. Mayli akalar, rahmat. Menga qaro, san duoing nima ham bo'lardi? Hammasi sani deb bo'ldi. O'rtoq, asabiylashma. Hammasi yaxshilikka. Yur ketamiz. Ukam shoshmang. Labbi aka. Hozir baraka bo'lgan joyimizning kvadrati kichkinaroq edi. Uning yonida 30 kvadrat kattaroq joyimiz bor edi. Negadir Alloh ko'nglimga soldi. Xohlasanglar xuddi shu narxdan shu do'kon sizlarga baraka. Alloh o'zingga shukr. O'rta, ishlamani o'ylama, bosman. Aka, joyingizni oldim. Baraka. Sizlichi kimdir yuridan duo qilgan ekan. Ey Allohim, do'stimni boshlayotgan ishiga o'zing baraka ber. O'ylaganidan ham afzaliga o'zing yetkaz. Hech kimga bermagan joyimiz sizga nasib qildi. Barakasini bersin, ukajonim.